Jibril deyiladi Qur'oni Karimda, biz Jabroil deb ham bilamiz. Jabroil bu zot payg'ambarlar bilan Allohning o'rtasidagi vositachi, maloika. U kishini payg'ambarimiz alayhisalom bir necha marotaba asl suratlarda ko'rganlar. Juda ham kengliklarini, kattaliklarini boshqa hadislarda biz uni hozir aytsak boshqa bir masalaga kirib ketib qolamiz. Demak, eng ulug'i, maloikalarning eng ulug'i payg'ambarlar bilan Allohning o'rtasida vositachilik qiluvchi Jibril alayhisalomdir. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy olib keldilar. Payg'ambar alayhisalom vafot etganlaridan keyin endi yer bilan osmonni aloqasi uzildi. Bo'ldi, bu yog'iga endi payg'ambar kelmaydi. Biror bir payg'ambar chiqib, yana o'rtasida vositachilik qilishlik imkoniyatlari endi Jibril alayhisalomda yo'q. Va ikkinchilari Mikoil alayhisalom. Bu kishi Allohning izni bilan bulutlarni haydab keladigan va qaysi yerga yomg'ir yog'dirishlik yoki yog'dirmaslik bularni farmoni bilan buyruqni bajaruvchi maloika. Mikoil alayhisalom deymiz bu kishini. Va Isrofil alayhisalom. U kishini Alloh subhanahu va taolo faqatgina 2 marotaba surga nafxa urishlik uchun yaratgan. Qiyomat qoyim bo'lishlikdan oldin Alloh subhanahu va taolo chal deydi, u buyruq bajariladi. Butun hamma taslim bo'ladi, vafot etadi. Ikkinchi marotaba nafxa urilganda esa Odam alayhisalomdan to qiyomatga qadar kelgan, yashagan hamma qabrdan unib o'sib chiqadi. Bu Alloh subhanahu va taologa juda ham osondir. Alloh Rabbul alamin Qur'oni Karimda aytadiki, birinchi marotaba yaratgan zot sizlarni yana qaytadan barpo qila oladi deydi. Nimaga birinchi marotaba yaratgan zot deyapti? Odatda bandani biror bir ishga qo'l uradigan bo'lsa, o'sha birinchi marta qilyapti deyilganda qiyinroq bo'ladi. O'zi birinchi safarda shunaqa bo'ladi, hech narsa qilmaydi deb qo'yadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo esa beandaza, mashaqqatsiz odamni yaratgan. Mashaqqat bo'lmagan. Ana Isrofil alayhisalomni ikkinchi nafxa urganlarida butun bashariyat o'rnidan qabrdan unib o'sib chiqadi. Xuddiki yomg'ir yog'ib, yomg'irdan keyin o't o'lanlar o'sib chiqqani misoli ular qabrlardan unib o'sib chiqadilar. Shunday bo'lamiz.